Assalomu alaykum, qolinglar. Tuzumsiz yaxshimi? Yaxshisizmi? Tuzumsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimisizmi aka? Yaxshi. Tuzumsiz. Obyektlarda ishlar yaxshi ketyapti. Rahmat. Bormisiz aka? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Men tashlagan ro'yxatni hisobladingizmi aka? Hisobladim aka. Mana ro'yxatingiz chegirmada 125 million so'm bo'ldi. Qolgan joyingizdan yana hisoblatib ko'rsangiz bo'ladi. Xudo xolasa narxlarni yaxshi qilib berdi aka. Yo'q, hisoblash shart emas. Hisoblatish shart emas. Sizlar bilan birinchi marta ishlayapmiz. Sizdan o'g'ramiz bor. Faqat bir masala bor. Agar rozi bo'lsangiz, siz ham mana pul ishlab olgan bo'lasiz. Nima masala ekan aka? Gap shundaki, o'sha hisoblangan 125 million so'm pulni obyekt egasiga 165 million qilib ko'rsatish kerak. Buni qanaqa ko'rsatasizlar men bilmadim. Bilasiz, katta obyektlar olamiz. Shahar bir necha joydan santexnika masalasiga oid katta obyektlarni o'zimni bolalarimga olib berganman. Tender yutib olish ham oson emas. Ko'pchilik pul ber. Agar kelisha olsak, siz ham, biz ham yaxshigina pul ishlab olgan bo'lardik. Keyinchalik boshqa joylarimiz ham ko'p. Aka, meni kasbim savdogarlik. Firibgarlik emas. Mana ro'yxatingiz o'zingizga boshqa sherik topasiz aka. Bizda buni qilamiz. Firibgarlik emas. Yaxshi. Bu mollarni ertaga Yunusobodga adresimizga chiqazib beringlar. Shuhrat, bugundan boshlab molni faqat santexnika bazasida olamiz. Boshqa joyga borib yurmaymiz.